Hammaga assalomu alaykum do'stlar, Mibbi Play kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan men Ali. Bugungi videomizda biz Clash of Clans o'yinidamiz va xudo xolasa o'ynab kayfiyatimizni ko'tarishga harakat qilamiz do'stlar. Xo'p do'stlar, вообще FK Mobile videosini portlatib tashlayapsizlar. Просто qo'yib qolyapman. Bu videoni ham portlatib yuboringlar do'stlar. Iltimos so'rab qolaman. Xo'p, qani bo'lmasam shu Clash of Clans account anchadan beri kirmodim do'stlar. Voy do'st, ketib turasizlar. Manalarda ovoramizlarda ko'zinglarni yonida 596 ta olmasimiz bor. Ko'rasizlar, ancha so'p ketar ekan. Qarang, videoda boshida aytib qolaman, siz qaysi Lodi bo'lsa yozib qoldirsanglar. Nima edi bu ikkining boshqa? Shu qiziq, lodi bo'lsa yozib qoldirsanglar do'stlar. Xo'p, qoladi. Buni olamiz. Va buni olamiz. Xo'p, bizda bitta shu bilan qoldi va esdalik. Voy, men yetagini ham olibman. Daraxtlarni ko'rsam. Kompletdan nimadir kelgan bizga. Do'stlar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar, ishlaringlar yaxshimi do'stlar? Xo'p do'stlar, anchadan beri qilishlardan YouTubedan vaqt bo'lmayapti, bosh qo'ydim. Xo'p, 100 tami 596 dedi, to'g'ri? 100 ta qo'shilibdi. Nimaga to'playapman degan sababim do'stlar, ko'rsatib o'taman sizlarga. Bu uchun to'playapman, 1000 ta olmasga o'ylaylar do'stlar. Xo'p, men cho'zmasdan unda o'yinni boshlaymiz do'stlar. Xo'p, boshladik. Qidiryapti do'stlar. Xo'p, bizga 29 sekund vaqt berdi va 3 taraf ustilarni ko'p qo'yibdi. Xo'p, birinchi navbatda mana unga bosamiz ekan. Uzr so'rayman do'stlar, nosozlik bo'lib qoldi. Xo'p, qani bo'lmasam boshlaymiz. Xo'p, biz hozir urush qilyapmiz. Urush qilishdan avval narsalarimizni kuchaytirib olsak yana ham yaxshi bo'ladi. Xo'p, bu tur level ekan, o'zi asli nima qiladi? 10 level ko'tarish kerak. Mana bir kuchaytirib qo'ysak, yaxshi bo'ladi. Xo'p, bizda 3 tutsi ustida edi. Endi o'yinga qaraymiz do'stlar. Xo'p. Boshladik bo'lmasam. Bizga odam istayapti hozircha. Va bizga qanaqa odam taklif berdi? Nima bu? Ishni asosiy ekan do'stlar, bu mashinani tushib ko'ramiz. Xo'p, birinchi navbatda 2 ekan. O'ta. Bitta
boshlaymiz. 100% urdik. Hop. Ve bir yerden mana oy yangi narsa ketdi. Hop, bu ancha avval kelgan bo'lishi kerak menimcha. Hop. Narsa so'rasak yaxshi bo'lardi. Hop, qana bo'lmasam, bitta bitta va biz qaytib ishlatamiz. 2 non tekrorlaymiz o'zini. Hop, qana bo'lmasam yana boshladik. To'xtab turinglar. Lekin naqada klanda pulimni yechib qo'ydim. Hop, pulim bor ekan joyi. Hop, endi kuchaytirib bitta odam kuchaytirib qo'ysa bitmi? Mana bo'ldi. Hop, boshladik demasam. Do'stlar, videoda oxirida aytganman, boshida ham aytaman, o'rtasida ham aytaman, like bosib o'tiringlar jigarlar. Hop, bunisi bir bo'lsa. Hop, mayli. Tabii ki. Hop. Endi Uyjin bizga 150 mingta pul va haligimni qilyapti. Suv eliksirmi dasi. Hop. Endi buni hali berib bo'lmabdi va yana urush qilamiz menimcha. Hozir do'stlar ko'rib kelaylik-da. Tungida ham urush qilamiz do'stlar. Hop, 3 ta bo'lsa. Hop. Do'stlar, kommentariyga yozib qoldiringlar, men qanaqa o'ynaydi do'stlar, shunga jicha o'ylanyapman. Nima o'ynay ekan, nima qanaqa qilay ekan deb o'ylanib qolyapman do'stlar. Shuning uchun tezda kommentariyaga tushib, kommentariyaga "Men o'yinda o'ynay, iloji bo'lsa" deb yozib qoldirsanglar, yaxshiga qarab o'ynayman do'stlar. Hop. Biz kamon. Yaxshi, ikkita bo'ldi. Endi sekin. Hop, do'stlar. Üçlü yıldız olib chiqib ketyapmiz do'stlar, ko'rib turganinglardek. Ve do'stlarimiz Novi, oy. Yaxshi. Novi deb. Kamonch. Hop, bu qurguncha biz turishib turamiz yana bu yerda ham. Hop. Yerdan endi hozir kamonchni urishini ko'rdinglar, endi esa sariq odamlar. Oy.
Uçuyorsun oldu. Zaptı. Bu. Ve 2 tane top oldu. Hop, endi nariga Zor. Hop, endi güzellik oldu. Kalan narigini qasib o'tamiz katta nima desam bo'ladi. Katta shaharga, xullasi tashqariga mana meni uyim. Bizga qilsa bo'ladi. Xullasi meni uyim. Mana bittasini uyim. Uy mumkin. Islom boy deb uyi yaxshi ekan. Oshim qaysini ochib do'kondan optik yon narsani. Mana qaraylik. Xo'p, bu yerda urush qilsa bo'lamidi-ku? Yopiq ekan. Hop, shuning uchun chiqamiz va bu yerdan tashqari yorug'lik joydan biz urush qilamiz. Xo'p, mana yerdaga u ikkita usta o'sha. Yana shularni kuchaytiramiz. Shuncha yaxshi. Oy, 1 million. Вообще pulim qolmasa ishlataversangiz. Xo'p, endi yana to'rtala bitta kalbim hammasi kalbim ushlab qo'yamiz. Hammasi kalbim. 33 ta kalbim. Hop, bo'ladi. Boshladik. 33 ta kalbim bilan o'ynayapmiz do'stlar. Avtomat olib ketsa kerak o'zim. Bo'lmaydi. Deyman, mana shunaqani kutaman. Bizda esa chaqmoq kam, shuning uchun o'tkazaveramiz. Oy. 3 ta ekan, lekin yutaveramizmi-ki? Harakat qilib böyle oturup do'stlar, yana bitta narsani aytib qolaman do'stlar. Chiqmoqchi 100 ta bo'lamizmi yo'qmi bilmadim, lekin niyatim birta, lekin 100 ta go'rkina Oscar yutvoz уже. Yo'q, endi Buna bunu bitti. Bitti. Yaxshi yetib olmaydi. Mana joyini turib olib. Yes.
Nasıl yükseği bu jelli var burada. Gitti oğlum. Tamam hadi. Beni de öldür oğlum. Geçemesem. Mamadan gel bu. Aldım bilan 7 necha bo'ladi o'sha 7 yoki 8 da bo'lsa. Uncha tushunmayman do'stlar Clash'ga to'g'risi. Do'stlarim och degandan keyin ochiq kuchaytirib shunaqa qilyapman, lekin 100% bilmayman. Tomola tezroq bo'lsa eshitolmas ishlab ko'ring. Uni kuchaytirardi devorda. 6000. Qanday? Qiziqi menda 2 dona xolosda unaqa narsa. Unda 3 edi. Undan keyingisi 7 ha to'g'ri. Ana to'g'ri 7 ekan o'shasi. Xo'p, yana 33 ta bilan o'ynaymiz. Oy. Bu bo'lmayapti. Kaldunga iloji boricha shunaqa joy bo'lishi kerak. Taktika, galaktika Talpana qaraylar. Qarab. Davay. 100%. Yulduzda 100%. Xo'p do'stlar, nima qilamiz yana 150 tadan berdi, 150 mingtadan. Xo'p, so'rib ketdi mana. Pul, вообще problema yo'q. Endi yana tunga o'tib kelamiz. Hop, endi ushamiz. O'znecha bitta medalni 18 mingta medalni ekan. Hop, qani bo'lmasam yana boshladik. Oy, ustoz ishlatyapti ekan, qaysi tur nimadir buni. Mana tushuntiryapti ekan. Hop, bizda voy. Qiyin masala yo'q bu. Tungimda вообще bo'lmaydi. Hop, boshqatdan urishamiz. Hop, davay, Wi-Fi parod qilyapti. Uy, mana boshqa qilib bo'lsa-yu yaxshi mana ko'ryaptilardek. Monisiga hech narsa yo'q. Chiqamiz, bitta qo'yib qo'yishgan. İşleşelim. Rahmat senga. Endi
Shuning uchun bizga narsa olmos berish kerak. 10 ta olmos va bizda 705 ta bo'ldi. Olmosimiz. Xo'p, qani bo'lmasam nari yoqqa o'taylik. Klan urishmayapti. Bo'lmayapti ekan do'stlar. Shuna qilib do'stlar, bu o'yin, ushbu o'yin sizlarga yoqdimi? Clash of Clans kommentariyaga yozib qoldiringlar do'stlar. Agar yoqsa yana o'ynaymiz, xudo xolasa. Shuning uchun iloji boricha yozib qoldirsanglar yaxshi bo'ladi do'stlar. Xo'p, shu meni akkauntim. Yaxshi yomon o'zingizlar yozib qoldiringlar. Men uncha tushunmayman. Bo'ladiganlar yozinglar, yaxshi urishyapti, yaxshi narsa teribsiz deb yozib qoldirsanglar yaxshi bo'lardi do'stlar. Xo'p, sizlar bilan BB Play kanali, men Ali bo'ldim do'stlar. Xullas do'stlar, aytib o'tganimdek 100 taga ozgina qoldi do'stlar. Obunani bosib qo'yinglar, iltimos qilib so'rayman do'stlar. Primo efir ham bo'ladi, xudo xolasa 100 ta bo'layotganimizda primo efirga ham kiringlar do'stlar. BB Play kanalida sizlar bilan men Ali bo'ldim. Bugungi o'yinimiz Clash of Clans o'yini. Do'stlar, hammaga xayr, o'zingizlarda asranglar do'stlar. E'tibor uchun rahmat.